Bachadan ich vositasi hisoblangan spirallarni asosan kimlarga qo'yish mumkin emasligi haqida men sizga bugun to'liq ma'lumot berib o'taman. Bachadan ich vositasini bachadon bo'ynida eroziya aniqlangan vaqtida, bachadon ichida, ya'ni endometriy qavatida shamollashlar bo'lgan vaqtida va hayz sikli juda ko'p ketadigan, ya'ni 7 kundan oshiq qon ketadigan holatlarda bachadon ichi spiralni qo'yish mumkin emas. Bachadon ichi spirallarini qo'ygan vaqtida eroziyaga analiz topshiriladi, pap test, oddiy mazok analizi topshiriladi va bachadon ichini tuxumdonlarni o'zida ko'rilgan holatdan keyin hayz siklini kuniga bog'liq holatda uni qo'yish mumkin. Bachadon ichi vositalaridan tashqari yana homiladorlikdan saqlovchi hozirgi kundagi zamonaviy usullardan yana biri bu implanon hisoblanadi. Implanon bu bachadon ichiga emas, ya'ni terini yupqa qismiga, bilak sohaga asosan qo'yib boriladi. Bachadon ichi vositasidan farqli ravishda implanon o'zida gormon saqlaydi va homiladorlikdan saqlab turadi. Implanonlarni kimlarga qo'yish mumkin emas? Implanonni qo'yishdan oldin ayolda emizikli bolalari bor yoki yo'qligi, gormonal o'zgarishlar o'zgaruvchan bor yoki yo'qligi va undagi varikoz kasalliklarini aniqlab olish zarur hisoblanadi.